Hürmetlik vatandaş, bugün Çislak 2022 yıl 3. ayının 11. günü vatandaşım. Endiki vaziyet yani halkılık ciddilik vaziyet idi. Şu ciddilik momenti vaziyeti yaki vakit içinde tuyuksuzluğa peslep kaldı. Lekin tahlil kılımız. O neme? 3. ayının 4. ayının 7. günü vatandaşım. Yaponiya matbuatları bir haber tarqatdı. Bu haberde Amerika Qo'shma Shtatlarining 3. rahbari, Amerika Qo'shma Shtatlari Avam palatasining boshlig'i Nancy Pelosi xonim Yaponiyani ziyorat qiladi. Yaponiyani ziyorat qilib, ikkinchi tartib Koreyaga, Janubiy Koreyaga ziyoratga bordi degan tartib amaldan qilib, ikkinchi tartib yani Koreyaning o'rniga Nancy Pelosi xonim Tayvanni ziyorat qiladigan xabar chaqmoq tezligida butun dunyoga tarqaldi vatandosh. Hayron qolasiz. Dal mushundaq momenti yoki vaziyatni manzara ichida Jungo hukumati Jondan Hayden tartib yerlik cho'ng atratlar va kichik atratlargacha dodi shodi janglag'icha Jungoning amaldorlari, kadrlari, hatto fuqarolari, matbuotlari degidek hammasi qo'shilib bir parda cho'qon ko'tardi. Haqiqatan cho'qon ko'tarishga arziydi. Buningda 20 yillar ilgari Avam palata boshlig'i, sobiq Avam palata boshlig'i Bennet Gingrich Davlat Majlisi a'zolarida vakillar umumi tashkillab Tayvanni ziyorat qilgan edi. 97-yilga to'g'ri keladi. U vaqtdagi Tayvanni ziyorat qilishni bir jumla so'z bilan xulosalasak, Shangang qaytib keldi. Shangang qaytib kelish bu bir rasmiyat. Hong Kongni qaytirib kelish bu xalqaro rasmiyat. Xalqaro rasmiyatni chiroyli bejarib olsangiz bo'ladi. Lekin ikkinchi xil niyatda, ikkinchi xil bir izlanishga qadam tashlamoq uchun go'li qapanda Shangangda, Hong Kongda turib qoling degan simvollik ibora. Simvollik gap fikr yetkazish uchun sobiq parlament boshlig'i Gingrich Tayvanni ziyorat qilgan. Endi ikkinchi qatim bu navbatda bu so'z shundoq o'tirg'i chiqdiki, chaqmoq chaqqandek. Chunki 20 yil burungi vaziyat bilan 20 yildan keyin Tayvan bo'g'ozining vaziyati osmon zimin farq qilinishga boshladi vatandoshim. Esingizda bor, bu 3. ayning 1-2 kuni favqulodda vakillar uyiga Prezident Joe Biden Tayvanga batdi. 2 kuni sobiq davlat ishlar kotibi Mike Pompeo Tayvanga ziyorat keldi. İzbesip, tap besip keldi vatandaş. Bu işte siyaset sahasida salmaga intayin egir Xitoyga kelayotgan besim jihatdan salmaga intayin egir siyosiy hodisa, siyosiy voqealar. Endi uning ustiga hozirgi kunda Amerika Qo'shma Shtatlarining 3. rahbari Nancy Pelosi xonim, Avam palata boshlig'i Nancy Pelosi xonimning mushu kun mushundaq bir jiddiy paytda Tayvanni ziyorat qilishi hozirchilik buni tahlil qiluvchilar mushundaq ishiti deganni ko'tarib chiqmaydi. Ba'zi Xitoyning obzorchilari uni buni dedi, hatto Tayvan munosabatlari qonunining 43-yilligi shuning uchun uni xotirlash uchun berishi mumkin. Şu kunda Tayvan bu oddiy gap, bu gap aqmaydi, bu tahlilda aqmaydi vatandaş. Nimishqa? 1987 Reagan hukumati davrida imzolangan Tayvan munosabatlari qonuni hozirgacha kepti. Shu vaqtda qanday hodisa bo'lsa, qanday qonun bo'lsa, bugungacha ham shunday qonun. Uning roli faqat shunchalik. Bu 1987 imzolangan Tayvan munosabatlari qonuni uchun Nancy Pelosi xonimning Tayvanga berib, Tayvanni ziyorat qilishdan hech qanday o'rni yo'q. Asosiy vatandoshi bu har yil takrorlanib turayotgan, har yil xotirlanib turayotgan bir ish.
Tayvan münasebetleri kanunu her yıl hatırlanıp duruyotgan bir iş. Lekin siz bunu vaqt yo'q. 3-ayning 1-2 kuni Amerikaning parlament vakilleri, 1-kuni, 2-kuni sobiq davlat ishlar kotibi Mike Pompeo'ning Tayvanga ziyoratga borishi bir ciddi ahvol, ciddi holat ichidagi ziyoratdir vatandosh. Uning endi 4-oyga kelgan 4-oyning 7-kunida Yaponiyani ziyorat qilish, Yaponiyadan keldi Tayvanga. Agar Koreyani ziyorat qilib tugutib Tayvanga borsa, balki buning yo'li yana boshqacha bo'lar edi. Biroq Yaponiyani ziyorat qilib, Yaponiyadan Tayvanga ziyorat qilish bu intayin cho'ng katta ziyorat bo'ladi. Buning siyosat ta'siri va bu safarning qo'zg'atish ta'siri intayin zo'r bo'ladi vatandoshim. Lekin to'xtab qoldi. Sabab virus kesili tufayli Nancy Pelosi xonim Tayvanni ziyorat qilmadi. Men hozircha buning baho bersam, birinchi qadamda Jungoni chekib beqish. İkinci qadamda Jungo mijozini qandaq deb beqish. Buni bayonotchi javlayjam, bayonotchi kim o'ttirg'i chiqib, qattiq so'zlarni gap qilib shundaq dediki, biz hozir farqlantirish rayoni kirimiz Tayvanning. Biz hozir aeroplan evatimiz Tayvanga hatto dediki, xo'sh, nima dedi? Biz hozir hujumni boshlaymiz, urushni boshlaymiz. Bu gaplar shundaq deyildi. Buning Nancy Pelosi xonimning Tayvanni ziyorat qilishi qancha ta'sir ko'rsatdi? Bu tarafini bilmaymiz, hurmatli vatandosh. Lekin ish shundoq ro'y berdi. Aslida bu ish cho'qim amalga oshishi kerak edi. Amerika Qo'shma Shtatlari nima o'yladi? Buni bilmaymiz vatandoshlar. Buning sababi keyin o'tirg'i chiqishi mumkin, lekin bu jiddiylikdan Jungo hukumati haqiqatan cho'chib ketdi. Chunki Jungo hukumatining oldida Shanxay voqeasi degan bir voqea chiqdi. Ikkinchisi yilning oxirida 20-qurultoy degan bir qurultoy voqeasi turibdi. Mushundaq vaziyat ichida turayotganda Jungo hukumati anadan keyin boshda tuni bay so'zildi-ku. Masalan, Yevropa ittifoqi anadan keyin NATO'ning bu qatimki yig'inga Osiyoda Yaponiya qatorliq davlatlarning chaqirilganligi hammasi qo'shib kelsangiz, bu intayin nozik, daqiq, nozik vaqtga to'g'ri keldi vatandosh. Shunlashqa to'xtab qoldi, lekin bekor qilindi emas. Tayvanni ziyorat qilishi Nancy Pelosi xonimning bekor qilindi emas. Shaxsan men qo'yib bersangiz, hurmatli vatandoshim, dal mushu kunda men Nancy Pelosi xonimning Tayvanni ziyorat qilishini umid qilaman. Qo'llayman vatandosh. Dal mushundaq kunda. Çünkü bu mayli simvollik ko'rinish olsun, mayli signal xarakterli ko'rinish olsun, mayli orqisab, oldin qisab ko'rinish olsun siyosatning, mayli Tayvan bo'g'izida jiddiylik paydo qilish bo'lsin va yoki Jungo hukumatini tez yo'lda hal qilish qistash bo'lsin, qanday bo'lishidan qat'iy nazar, 3-qo'l rahbar Amerika Qo'shma Shtatlari Nancy Pelosi xonim Tayvanni ziyorat qilsa, mana shuni aytganda katta ish edi vatandosh. Endi bu voqea o'rinlashtirish bu planning keyingi taraqqiyot ahvoliga qaraymiz. Vatandoshim, hozir sizga so'zlaydigan leksiyadan vaziyat to'g'risida ikki narsa, Shanxaynikini so'zildik, bugun hozirlar anaga umumlashtirib bir so'zildik, o to'liq bo'lmadi. Chunki kameramdan to'la ansirab so'zladim buni. Endi hozir ikkinchi vaziyat, ikkinchi xil vaziyat ati yana qalgan vaziyatga yetishimiz mushu orliqda, men shu kirib chiqish bo'lgan orliqda esingizda bo'lsin, NATO hozir Ukrainaga 942 mi 932 dona tankining belgisi yoki uning nomeri qaysi davlat ishlanganligi to'g'risida gap yo'q. 942 dona tanki taqdim qildi. Yani bunu nima deymiz? Burunda so'zlab kelayotganimizda alashar. 942 dona tank. Qisqasi ozroq kam 1000 dona tanka. 1000 dona tankini 5 dan odam haydasa, 5000 odam haydaydi. 5000 askariy qism bu tankini haydaydi. Rossiya bilan tutishadigan
Rossiya bilan elishilgan maydonda dahshatlik jang. Hozir bo'layotgan gap so'zda Rossiyaning hujum qilishi shundoq bo'ladi, Ukrainaning javob qilishi shundoq bo'ladi. Dahshatlik jang bizning oldimizda dedi Zelenskiy bugun ketgan xabarda. Endi atigacha Alloh xolisa vatandoshlar bilan yana uchrashimiz, hurmatli vatandoshlar.